Shahrimiz markazida joylashgan Novostroykadan 2 xonali uyimiz tayyor remont qilib qo'yilgan. Mana shu uyimiz sotuvga chiqdi. Xo'p, uyning xonalarini men sizlarga hozir birma-bir ko'rsatib beraman. Mana bu katta zalimiz. Zalimizda ham oynalari keng, yorug'. Xo'p, mana bu yerda ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham yorug', quyoshga qarab turgan tomonda joylashgan. Xo'p, mana bu tomonda kirish eshigimiz joylashgan. Prixoshkalarni qo'yib, bemalol keng berdan ham zo'r foydalansanglar bo'ladi. Mana bu yerda esa sanuzlimiz joylashgan. Sanuzli ham keng, chiroyli qilib remontdan chiqarib qo'yilgan. Xo'p, bu tomonda esa hojatxonamiz joylashgan. Bu uyimiz yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Mana bu yerda kuxnyamiz. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, uyimizning narxi 400 million so'm, yana kelishadigan joylari bor. Xo'p, telefon nomerlarimizga telefon qilinglar. Uyimizni chiroyli narxda baraka qilamiz.